katta nima bo'ladi, domla bo'lib ketishi mumkin, ustoz bo'lib ketishi mumkin. Bilib bo'lmaydi-da, insonni hayotda mo'jizalar juda ham ko'p sodir bo'ladi. Shaxsan o'zim ham hech ham bilmaganman, kun kelib ishxonaga ketishdimi? Dizayner bo'laman. Ketishdi ishxonaga. Kun kelib aktrisa bo'laman hech ham o'ylamaganman. Shuning uchun inson orzu qilishdan, mehnat qilishdan, intilishdan hech qachon charchamasligi kerak deb o'ylayman. Chunki intilganga tole yor deydi-yu, bekorga emas deb. Shu narsalar. Shu gaplar ham bejizga emas. Shunaqa gaplar. How old are you? 26. Gapingizga qo'shilaman. Assalomu alaykum. Sizlarga ham endi efirga qo'shilganlarga assalomu alaykum. Sizga zo'r bir yigit chiqadi, ishonaman. Rahmat. Gabriela Spanikka adashmasam yoqtirasiz. Kinolarni ko'rib turasizmi? Albatta ko'rib turaman. Qaysi filmda birinchi ijro etgansiz? Omad filmida rol ijro etganman. Mani savollarimni o'qimayapsiz deyishibdi, o'qiyman. Xiyonat nimadan kelib chiqadi? Xiyonat bu erkak kishi tomonidan nafsdan kelib chiqadi birinchi navbatda. Boshqa hech narsa emas. Ayol kishi har doim harakat qiladi. Turmush o'rtog'i uchun, yaxshi ko'rgan inson uchun har doim harakat. Hech qaysi ayol kishi turmush o'rtog'imni yomon ko'raman deb yoqtirmagan ayol kishilar ham turmush o'rtog'ini vaqti kelib mehr berib, farzandiga, oilasiga mehr beradi. Bu narsa sabab bo'la olmaydi erkak kishi tomonidan qilinayotgan xiyonatga. Albatta nafs, men boshqa narsa ko'rmayman. Chunki ba'zi erkaklar bor, 4 ta xotini bor, erkaklar ham bor. San'atkorlarning orasida ham bor bunaqa erkaklar. Men bunaqa erkaklarni umuman hurmat qilmayman. Men shunaqa odamman. Menga har xil gaplar gaplashadi, masalan, erkak kishilar bunaqa bo'lmang, xiyonat bunaqa fikrlamang. Turmushga chiq. Ani nomi Akay Bodurjonanda. Akay Bodurjon ba. Agarda ayol kishida ayb bo'lsa, nimaga ikkinchisiga uylanadi? Pinjo ishchi ustasi bo'lsa, va nomi Akay Bodurjonanda. Hop. Ikkinchisiga emas, uchinchisiga, to'rtinchisiga nimaga uylanish? Bu faqat nafsdan kelib chiqadi deb o'ylayman. Boshqa hech narsa emas. Men shunaqa fikrlayman. Meni fikrimni hech kim o'zgartira olmaydi, hech qachon. Вы очень милая, дай Аллах вам счастливую жизнь. Спасибо.